Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari va qadrli mehmonlar. Sizlar bilan ancha vaqt oldin rastune.com degan saytdan sarmoyasiz qo'shiq eshitib pul ishlashni o'rgangandik. Ammo ba'zi bir obunachilarimiz bu haqda har xil kommentariylar yozishgandi. Kimlardir bu oldin to'lagan, hozir bilmayman degan, kimlardir to'lagan, to'laydi dedi, kimlardir to'lamaydi dedi. Xullas, bugun sizlar bilan aniqlik kiritamiz. Videoni to'liq oxirigacha ko'ring. Xo'p, do'stlar, boshladik. Rastune.com buni ancha oldin o'zim ham bir ko'rgandim, ammo ushbu saytdan foydalanmagan edim. Ammo birozdan so'ng kirgandim. Albatta bu vaqtda video ham chiqarganman. Bu yerdan shu qo'shiq eshitamiz. Qo'shiq eshitganimiz evaziga ma'lum bir miqdorda dollar berardi. $90 bo'lganda chiqarib olish mumkin edi. Hozirda mana $90, $91 yig'dim men. Ko'rib turganingizdek, endi bu yerdan mening hamyonim degan bo'lim bor. Bu yerga o'tamiz. O'tganimizdan so'ng bu yerda birinchi navbatda PayPal, xo'p, Payeer, USDT kriptovalyutasi, Mastercard, EcoPays, Google Pay bor. Xo'p, bu yerdan USDT kriptovalyutasini tanladim men. O'sha qulay deb o'yladim va Binance birjaga kirib olamiz. Bu yerdan o'zimizga qulay bo'lgan USDT kriptovalyutasini tanlab olamiz. Hozir bu yerga savol kelgan, mana ko'rib turganingizdek, bu yerda Rastune sayti haqida ko'pchilik so'rayapti. Xo'p, Binance birjaga kirib olamiz. Binance birjadan o'zimizga USDT adresini olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, spotga o'tamiz. Spotdan Address Funds, Deposit Crypto, bu yerdan USDT. Bu yerdan bizga TRS20 kerak. Chiqdi mana, adresni kopiya qilib olamiz va saytga o'tamiz. Saytga o'tganimizdan so'ng bu yerda sizning to'lov ma'lumotlaringiz degan, shuni ustiga bir marta bosamiz va kopiya bo'ldi. Ana endi hamma kutgan daqiqalar olib tashlash degan mana shu yozuvni ustiga bir marta bosamiz. Qani nima bo'lar ekan? Xo'p, qani? Bismillah. Xo'p, mana уже bosdik. Xo'p, to'lov amalga oshirilmadi. $10 faol tavsiyalar va $80 bonusli qo'shiqlar yoki undan ko'piga erishishingiz kerak. Bu hozir nima degani bo'ldi endi bu? To'lov amalga oshirilmadi. $10 faol tavsiyalar va $80 bonusli qo'shiqlar yoki undan ko'piga erishishingiz kerak deyapti. Xo'p, bu yerda bosh bo'limga o'tadigan bo'lsak, bu yerda bonusli qo'shiqlar degani mana bu narsada. Mana shu narsa bonusli qo'shiqlar. Hozirda 61.8 sent. $61 o'zim qo'shiq eshitib, tinglab ishlaganman va hozir opishi $90 turibdi-da bu narsada. Bu degani keyin referal bo'limi bor. Siz referal chaqirishingiz kerak ham deyapti. Referal bor hozir menda. Где-то 97 kishi taklif qilingan. Shulardan 30 tasi kirgan muvaffaqiyatli. Sababi har bitta muvaffaqiyatli referalga $1 beradi-da. Demak, bu yerdan hozir $10 referaldan bo'lish kerak deyapti. Qolgani ya'ni qolgani $80 bo'ladi. $80 o'zim ishlashim kerak bo'lar ekan. $80 o'zim ishlashim kerak bo'lsa, hozir meni hisobimda 61 bor. Ya'ni $19 ishlashim kerak ekan. Xo'p do'stlar, pul chiqarib beramiz dedim, berib chiqarmayapti. Hozir bahonami endi bu? Kommentariyada ko'pchilik yozgan. To'lamaydi, to'laydi, oldin to'lagan, hozir to'lamayapti deb shunga aniqlik kiritmoqchi edim, hozir negadir bo'lmadi. Hozir endi bu haqida aniq bir nima deya olmayman. Aniq to'lamaydi ham deya olmayman, to'laydi ham deya olmayman. Hozir nima qilishni bilmay qoldim do'stlar. Demak, oxirigacha ishlab ko'raman. O'sha bonus qo'shig'ini ham $80 qilaman. Referalniki bilan $10 bo'ladi. Keyin chiqarishga yana bir bora urinib ko'raman. Ungacha hozir do'stlar kutamiz.
ishlayko'rlar, ishlasin, ishlamoqchi bo'lmaganlar ishlamay tursin. Hozir aniq bir narsa deyolmay ekanman. Sizlarga shaxsan tavsiya ham bera olmayman hozir. Sababi aniq nima yo'q. Xo'p do'stlar, videoni hozircha to'xtatib turaman. Tugataman desak ham bo'ladi. Buguncha shu endi pul chiqarib olishni kutgandim, lekin o'sha o'zlaringiz ko'rganingizdek bu yerda shartlari boshqacha ekan. USDTni tanladim. Bu yerdan o'sha walletni qo'shdim, olib tashlashni bosdim. Va bu yerda chiqqan narsani hammamiz ko'rdik. To'lov amalga oshirilmadi. $10 faol tavsiyalar va $80 bonusli qo'shiqlar yoki undan ko'piga erishishingiz kerak deyapti. Menda $10 bonus faol tavsiya bor, уже $30. Ammo men eshitgan qo'shiqlar $60. Shuning hisobidan endi $80 qilib anig'ini sizlarga yana bir alohida video qilaman. Ammo ungacha bir nima deya olmayman. 50 bo'lib turibdi. Yo to'lamaydi, yo to'laydi. Agar to'laversa zo'r bo'lib ketardi. $90 bu vashti zo'r. Sarmoyasiz yo'q joydan kelgan bo'ladi. Xo'p do'stlar, ushbu sayt havolasini qoldiraman video kommentariyasi va opsiyasida yoki rastuni.com da yozib qidirib topib olsangiz ham bo'ladi. Mana shu tariqa bundan keyingi videoni kutib qolasizlar do'stlar. O'zim ham kutib qolaman video olishni. Mana shu narsa $80 bo'lgandan so'ng do'stlar, hozirda mana olishlar bo'lib turibdi. Mana shu narsa $80 bo'lgandan so'ng men yana bir marta video olib, aniqlik kiritamiz ushbu saytga pul to'laydi yo to'lamasligi haqida. Agar to'lasa zo'r bo'lardi. To'g'risi, pul $90 kerak. Xo'p, mana bunaqangi salgina strashniy atmoska ham berib qo'yapti. O'shanga odamni ikkilantiryapti. Lekin ishlayapti sayt. Strashniy boshqa hech narsasi yo'q. Qo'shiq beryapti har kuni. $2, $1.5 qo'shiqlar tushyapti. Bu degani yana endi o'rtacha hisobda $1 olsak 20 kun ketayotganda agar har kunligini har kun yodimdan ko'tarilib qolmasa 20 kun, 25 kunlarda xudo xolasa video chiqadi. Ana shu saytga aniqlik kiritamiz. Kommentariy ham to'lib ketdi. Har xil to'lamaydi deganlar bor, to'laydi deganlar bor. Oldin to'lab, hozir to'lamayapti deganlar ham bor. Shuning hisobidan bugun aniqlik kiritmoqchi edim, bo'lmay qoldi do'stlar. Xo'p do'stlar, videomiz kengroq tarqalishi uchun albatta like bosib qo'llab-quvvatlab qo'ying. Bundan keyingi bundan zo'r, bundan foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa albatta bizga obuna bo'lib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.